Red Bullni energetik ichimliklar bozorida yetakchiga aylantirgan marketing siri. Hammasi Red Bull Londonda bozorga chiqishi bilan boshlandi. Maqsad oddiy, ammo juda katta edi. Yoshlarga bu ichimlik tungi bazmlar uchun ideal ekani va ularni hushyor tutishini uqtirish. Lekin muammo bor edi. Bozorda allaqachon raqobatchilar ko'p. Red Bullning esa reklama uchun katta byudjeti yo'q edi. Qanday qilib o'zini tanitish mumkin edi? Millionlab pul sarflamasdan. Red Bull g'aroyib, ammo juda samarali reja o'ylab topdi. Bu usul hatto manipulyatsiyaga o'xshab ketadi. Ular shahar bo'ylab axlat qutilarini Red Bullning bo'sh bankalari bilan to'ldirib chiqishdi. Odamlar chiqindilarni tashlash uchun qutilarga yaqinlashganda, ichkarida faqat Red Bull bankalari yotganini ko'rishdi. Bu esa Red Bull juda mashhur ichimlik degan tasavvur yaratadi. Natijada odamlar unga qiziqib, ommaviy ravishda sotib ola boshladi. Bu psixologik mexanizm ijtimoiy dalil effekti bo'lib, insonlar ko'pchilikka yoqqan narsalar albatta e'tiborga loyiq deb ishonishadi. Natijada Red Bull bozorda yetakchiga aylandi. Shu kabi marketing hiylalaridan xabardor bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring.